Assalomu alaykum. 5-qoidaga o'tamiz. Demak, 5-qoida quyidagicha ekan. BDS burchak alfa bo'lsa, bu alfa 90 gradus qo'shilgan tepadagi A burchakning yarmiga teng bo'lar ekan. Ya'ni A burchagimiz x gradus bo'lsa, x taqsim 2 ning yig'indisiga teng bo'lar ekan. Xullas, yarmi emas. Yarmining 90 gradusga yig'indisiga teng bo'lar ekan alfa. Endi bu formula, shu formula bilan ishlang. Shunaqa holat bo'lganda deyapti. Keling endi kelib chiqishi haqida tanishib chiqamiz. Bu yerda keyin BD bilan CD bisektrisa, shu eng muhimi, shundan kelib chiqyapti o'zi. Qanday? Qarang. Misol uchun B burchagimiz 2 betda bo'lsin. Shunda har bittasi bettadan bo'ladi. Ikkita qismga bo'linyapti. Bu ham xuddi shunaqa, ikkita gamma bo'lsin, gamma bo'lsin. Endi BDS uchburchak uchun ichki burchaklar yig'indisi beta qo'shilgan alfa qo'shilgan gamma bo'ladi. 180 bu. ABC uchburchak uchun esa 2 beta plus 2 gamma plus x ning yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Ikkalasi ham. Tushunyapsan? Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi. Endi tepadagidan beta plus alfani topib olsam 180 minus alfa bo'ladi. Beta plus gammani deganim, uzr, alfa debman. 180 minus alfa bo'ladi. Bu yoqqa olib kelib qo'yadigan bo'lsam, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 360 ayrilgan 2 alfa qo'shilgan x teng 180 bo'ladi. Bundan 2 alfani topsam, 180 qo'shilgan x bo'ladi. Nima uchunligini tushundingizmi shu joyda? 360 dan 180 ni ayirib yozyapman-da. Yana 180 qolyapti. Endi bundan alfani topadigan bo'lsam, 180 qo'shilgan x taqsim 2 bo'ladi o'zi. Buni endi sal soddaroq, chiroyliroq ko'rinishda 180 ni 2 ga bo'lib 90 deb yozib, keyin x taqsim 2 yozilgan formulada. Formulani tushunib oldingizmi, nimadan kelganini? Endi biz shuni shuncha uzun qilib yozgandan ko'ra, formulani yodlab qo'yib, testda, misollarda juda bir tez ishlab ketsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita bisektrisa, uchburchakning ikkita burchagidan chiqqan bisektrisa shu kesishdan hosil bo'lgan burchakni topish uchun bisektrisa chiqmagan 3-burchakning yarmiga 90 gradusni qo'shib qo'ysak topilar ekan-ku. Tushunyapsizmi? Shunday qilib yodlab oling. Misollarga o'tamiz. Birinchi misol. Tak, bu alfani toping degan bo'lsa, alfa teng bo'ladi 90 qo'shilgan burchak A taqsim 2. X deb o'tirmayman endi. Bu bo'ladi 90 qo'shilgan burchak A'miz hozir bu yerda qaytadan yozay. Tak, qaytadan yozamiz. Diqqat qiling. Demak, alfa teng bo'ladi 90 plus burchak A taqsim 2. Chiroyliroq, tushunarliroq yozishga harakat qilyapman. 90 plus burchak A'miz 60 edi, 60 taqsim 2 bo'ladi. Bo'ldi, buni alfani topadigan bo'lsak, 90 plus 30 120 ekan. Ikkinchisi, bunda ham xuddi shunaqa. 125 gradus bor-ku, bu ikkita bisektrisa kesishdan hosil bo'layotgan burchak. Bu teng bo'lishi kerak. Bisektrisa chiqmagan burchakning yarmiga 90 gradusni qo'shishimiz kerak, xullas. So'z bilan tushuntirganda shunday. Buni alfa taqsim 2 ni topadigan bo'lsam, teng bo'ladi 125 dan 90 da ayiraman. Demak, alfa taqsim 2 teng ekan 35. Alfa teng ekan 70. Uchinchisi. Bunda ham 115 gradus teng bo'ladi 90 qo'shilgan alfa taqsim 2. Demak, alfa taqsim 2 teng ekan 115 dan 90 darsi 25 bo'ladi. Buni alfa teng 50 gradus ekanligi kelib chiqadi. Tushunyapsiz? Bo'ldi. Keyingi qoidaga o'tamiz. 6-qoida. Qarang, ichki burchakning bisektrisalari kesishidan hosil bo'lgan burchak qolgan 3-burchakning yarmiga 90 gradusni yig'indisi bo'layotgan bo'lsa, bunda endi uchburchakning ikkita tashqi burchagidan chiqqan bisektrisalar kesishdan hosil bo'lgan alfa burchak teng bo'lar ekan bisektrisa chiqmagan burchak 90 gradusdan ayirar ekanmiz bisektrisa chiqmagan burchakning yarmini, xullas.
O'zingiz mana ko'rib tushuntiribsiz. Endi men so'z bilan tushuntirib berish uchun harakat qilyapman. Ba'zida so'z bilan tushuntirib berish qiyin bo'lib qoladi. To'g'ri? Matematikada. Ko'rib tushungan osonroq. Shuning uchun bunda chiroyli qilib faqat so'zsiz, izohsiz yozib qo'ygan. Ko'rib tushuning deganda. Buni qanday kelib chiqqanini ko'ramizmi? O'rganamizmi? Kerak desangiz o'rganamiz. Mana bu alfa bo'lsin. Alfa debman, beta. Mana bu gamma bo'lsin. Beta plus gamma plus x 180 gradusga teng. Buni bilasiz. Endi mana bu burchak 180 ayrilgan beta taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bunisi ham. Shunda ikkalasining yig'indisi 180 minus beta, beta bilan yig'indisi esa 180 bo'ladi. Chunki bular qo'shni burchaklar-ku, uchalasi ham. Uchalasi birgalikda qo'shni burchak. Tushunyapsizmi? Shuning uchun yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Mana bu uchun ham xuddi shu narsa, faqat yozib o'tirmayman endi uni. Demak, nima ekan? Bunisini yoza qolaman. Ayrilgan gamma taqsim 2 bo'ladi bu ham. Endi bularni uchburchak B, D, S uchburchak uchun ichki burchaklar yig'indisi 180 minus beta taqsim 2 180 minus gamma taqsim 2 qo'shilgan alfa teng 180 bo'ladi. Buni demak yozadigan bo'lsak, qo'shib yozadigan bo'lsak 180 ayrilgan beta plus gamma taqsim 2 degan narsa kelib chiqyapti. Mana 180 lar yeyishib ketsa, beta plus gammamiz mana tepada nimaga teng bo'lgandi? 180 minus x mi? Olib kelib qo'yadigan bo'lsam, 180 minus x taqsim 2 minus ekan. Uni narigi tomonga o'tkazib, alfa teng deb yozsam ham bo'ladi. Tushungan bo'lsangiz. Ana endi bundan alfa teng chiqadi 90 minus x taqsim 2. Mana, tushundingiz-a? Nimadan kelib chiqqan? O'zi qiyin emas. Qiyin narsa emas. Faqat bizda nima bo'ladi? Ko'proq formulaga tayanmaslik, umumiy negizi bilan ildizi bilan ishlashga bo'lgan kuch bor-da qanaqadir. Shu kuchni ham asrab qoling va tezkor ishlashga harakat qiling demoqchi-da bu kitob, Puza kitobi. Ya'ni ko'proq formula ham yodlang. Formula sizga nima beradi? Tezlik beradi. Misolni juda tez ishlaysiz va muhimi mana shuni o'zida ham qonuniyat borligini yaqqol ko'rsangiz bo'ladi, deyapti. 5-qoidani qarang, 6-qoidani qarang. Qonuniyatni o'z uchun olyapsiz, to'g'rimi? Tashqi burchaklari bisektrisalari bo'lsa 90 minus x taqsim 2, ichki burchaklari bisektrisalari keshish nuqtasidan hosil bo'lgan burchak bo'lsa 90 plus x taqsim 2. Buni ham bir qonuniyat deb tasavvur qiling, yodlang deyapti, ishlang deyapti. Men esa sizga mana kelib chiqishi bilan tushuntirib beryapman. Kelib chiqishi shu, kelib chiqishi bilan ishlashni tavsiya qilmayman. Unaqa qilib o'tirmang, formulani yodlang, tez-tez ishlab keting. Shu, maslahatim shu. Birinchisi, faqat kelib chiqishini ham biling demoqchiman. Bunda ham qarang, bo'lmasa hozir nima qilamiz bu yerda agar formulasini bilmasak? Mana burchaklarni qanaqadir belgilaymiz. Yana xuddi mana tepada ishladik-ku, xuddi shunaqa bo'lib ketadi. Ko'p vaqt topib qo'yadi. Hozir endi formulasini bilsak nima bo'ladi? Alfa teng bo'ladi 90 minus 80 taqsim 2. Demak, alfa teng ekan 90 minus 40, ya'ni 50. Javob shu. Ikkinchisi 70, ya'ni bisektrisalar keshish nuqtasidan hosil bo'lgan burchak teng bo'lishi kerak. Bisektrisa chiqmagan burchak. 90 ni ayiramiz bisektrisa chiqmagan burchakning yarmini. Demak, alfa taqsim 2 teng ekan 90 dan 70 narsa 20. Alfa teng ekan 40. Uchinchisi. Bunda ham alfa teng bo'lishi kerak 90 minus alfa taqsim 2 ga. Ikkalasida ham alfa ekan. Demak, bu bo'ladi 3 alfa taqsim 2 teng 90. Alfa teng ekan 2 kere 90 180, 3 ga bo'lsak 60. Juda maydalab hisoblab o'tirmayman. Bo'ldi, shu bilan 5-qoidam, 5-6-qoidamiz ham o'z nihoyasiga yetdi.